Men haqiqiy o'zim tetib baqqan. Haqiqiy o'zim beshimda o'tkazib baqqan. To'ydan keyin erlarning mijoz xarakteri o'zgaramdi, o'zgartirib bo'lamdi degan bir savol inkas rayonimga tushibdi. Sizcha o'zgartirib bo'ladimi? Menimcha o'zgartirib bo'lmaydi. Bu o'zgartirib bo'lmaydigan bir qonuniyat. Dunyoda odam o'zgartmak eng tez. Ahmoq ayollar, nodon qizlar ota-onasi bilan 20 yil, 30 yil bir uyda turib, mijoz xarakteri, tabiat o'zgarmagan shu inson siz bilan bir uyga kirib, sizni yaxshi ko'rganligi uchun, siz shuning ayoli bo'lganligingiz uchun o'zgarama? Hargiz o'zgarmaydi. Jon bilan kirgan qo'y qon bilan chiqdi deganni menga unutib qolmang. Bu maqol tamsil shunga kelib qolgan. Siz bilan to'y qilganligi uchun ham bir oyda mijozi, ikkinchi oyda uning xarakteri, uchinchi oyda uning qini, yana bir yildagi uning hargiz turmush odatlari hargiz o'zgarmaydi. Shu ana buni qanday tarbiyalagan bo'lsa kichikdan, bu o'lib ketguncha buning qini shundan singib ketgan bo'ldi. Uning shaxsiyatchiligi, ayollar tutgan pozitsiyasi, urug' tuqqanlarga tutgan pozitsiyasi hammasi shunda shaxsiyatchilik bilan mangdi. Qaramoq shunda yuvosh, oq ko'ngil, hammadan bir ish og'ritadigan bir holatda yashaydigan inson. Ammo lekin nima deymiz bu odamlarni? Bo'r terisiga qo'y terisiga o'rnab olgan bo'lar deb atsak bo'ladi. Turmushda ancha-muncha qozonga cho'mishib tekitib qolgan bir avvallar bo'lib qoladi. Ayollar urushib qolgan. Lekin davomli urushib, yo'q yerdan putuq chiqarib, yo'q yerdan jidal majra chiqarib, to'xtabdi o'ng tarafimda qo'shnilarim, so'l tarafimda urug' tuqqanlarim ekan. Bika uyan qo'yib bermayli. Sen numus qilay. Deydigan kishilar bek az. Ayolga bergan 20-30 ko'y, 50-60 ko'y, 100 ko'y xomboni peshonasidan o'tmay tush qiladigan erlarimiz bor. Uning shaxsiyatchiligi, uning qaydashlari, uning to'g'ri tushunmasligi, uning sizdan go'tin qilolmaydigan, uning masaladan o'zini olib qochadigan bu mijozi o'lsimi, chonivasimi, hargiz itivasimi bir yerda o'zgarmaydi. O'zingizni furatmang. Eng yaxshisi o'zingizga ko'ngil bilib yashang. Loyiqida muomala qiling. Haliqqa bir gap bor-ku, pasni hurmatlasang, eshib oladi. Eslini hurmatlasang, sen hurmatingni qildi degan. Mush maqol tamsillarni kim ijod qilib, kim qoldirib ketgan bo'g'it deb ketman ba'zi vaqtda. Shuningga odamni o'zgartib olmaydi. O'zingizni o'zgarting. Gay bien ren xannan, gay bien zaje xanjenda degan unutib qolmasangiz bo'ldi.